Assalomu alaykum Alido mebel obunachilari. Bugun biz bu xonadonga patkullich mebellarni yasab bitkazib berdik. Bu xonadonga qanaqangi mebellar yasab berganimizni birgalikda ko'rib chiqamiz. Aytgancha ko'rishdan oldin bitta komment yozish esdan chiqmasin. Qani ketdik birgalikda ko'ramiz. Bu asosiy kirishimizga qo'l qismiga peroxoshka yasadik. Bu xonadonda kiyim ko'p kiyish ekan, shuning uchun vishilkali joylar bizga ko'proq bo'lsin dedilar. O'shancha vishilkali joylari ko'proq qilib yasab berdik. Aytgancha yana bitta narsa, bitta yakondoz yig'ishga ham joy qildik. Bitta yakondozlarni yig'ib berishadi. Bu ham qo'shimcha yangilik. Endi bu xonaga Fat TV, bunaqangi katta televizor. Hop, g'aladonlari davchi mexanizmda bo'lgan. Tepalari akril panel, bunaqangi reflonli qilib ishlaganmiz latlarini. Endi bu xonamizda kuxonli mebel. Buni bizga zakaz qilayotgan akamiz, biz xonamiz shunaqangi xonasi tor joylarga moslab qilib bering dedilar. Hamma joyda unumli foydalanishga harakat qildik. Hop, kir mashina joylashtirdik. Bunda sushilkasi bor. Hop, bitta ham sushilka qildik. Bakka yangilik qildik. Kim uchun yangilik? Kim uchun boshqa? Hop, sushilka pastga tushadi. Pastga tushgandan keyin idishingizni yuvasiz, olasiz, qo'yasiz. Bu ham yana bitta qulaylik. Ko'tarib qo'yaverasiz. Oldingi qilgan ishlarimizda tepasiga qo'yardik. Ichicha noqulay bo'lganga o'xshardi. Bu yangilik qilib qildik buni. Hop, bitta zontik g'aladonlari bor bitta. Aynaklari reflonli ayna bo'ldi. Profilli ayna. Hop, endi bu xonada kattalar uchun spanli. Bu tomonlarni ko'rsatadigan bo'lsak, katta qilib shkaf yasadik. Shkafda bitta tumbani qo'ydik. Tumbani qo'yganimizdan keyin bu eshik ochilmasligi kerak edi. Shunga yechim qilib biz battan eshikni uzganmiz. Eshik ochilgandan keyin bemalol vishilkani ilib yana qaytarib yo'q qo'ysa bo'laveradi. Bu bizga xalaqit qilmaydi. Bu tomonda ham vishilka. Bu taylariga g'aladonlar qo'yganmiz. Baqa ichki kiyimlar, shunga o'xshash narsalar qo'ysak bo'laveradi. Matrasimiz hali ulgurib kelmadi. Trimoga ayna. Patsiyatkalari bilan bunaqangi qildik. Hop, endi ikkinchi qavatga chiqamiz. Ikkinchi qavatda nimalar qilganmiz?